Yaxshimi? Matrica bo'lib bering mana. Ashna ishlik yoki batareykali, воздуходу 48 voltli ekan. 450 mingni sotib olamiz. Okey, bu masjidlarga qulay, bog'chalarga qulay, chasni bog'chalarga 450 mingni pul emasdi, ancha-muncha vaqtingizni ekonom qiladi. Sipir yurgandan ko'ra noma'lum yig'ib olasiz, bariga tirsirib solasiz. Apilchining joylarda ham ishlatsa bo'ladi, mebelli sexlarda yoki changdor joylarda ham ishlatsa bo'ladi buni. Apilkalarni zo'r duvat qiladi. Yaxshi narsa, yengil. Ayollar ham o'zimizga o'xshagan bolalar ham, erkaklar ham ishlatsa bo'ladi. Yosh bolalar ham to'g'ri keladi, 14-15 yoshli bolalar. Mo'shlarni ham suvni tushirib yuborishga mana kichkinasidan ko'rib qoldim. Kichkinalari ham bor ekan. Kichkinalari bor, ha, mashinani suvni kompaktni suvni tushirib yuborishga. Mana такой doda moykalarga yoki Blackstarlarga bo'lsa agar. Ha. O'shanda sizlarda aka har xil turdagi mahsulotlar bor ekan-da, to'g'rimi? Mingta do'konimizda 11 mingdan ortiq mahsulotimiz bor. O'shdan tortib, uzun pastagacha, mixdan tortib drelgacha har xil narsalarimiz bor. Keyin bu do'konimizda katta stroykalarni snabjat qilib bera oladi. Ya'ni bitta mixdan tortib oxirgi tinkasigacha, oxirgi mebeligacha yoki birinchi ishlatiladigan g'ishigacha hamma narsasini yetkazib olib borib beramiz. Mahsulotimizga ham garantiya beramiz sifatli. Gap yo'q. Mana ko'rib turganinglardek har xil turdagi mahsulotlar bor ekan. Mingta do'koni qayerda joylashgan deganlar uchun Alqlo savdo majmuasi 2-blok postdan kiraverishda chap qo'lda joylashgan. Mana shu liftdan yoki zinadan chiqib bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Mingto'da hammanglarni kutib qolamiz.